Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash so'pillari. So'qmoq oladigan tim bor. Ha, bor. Qaysar aka, xaridor keldi. Qara. Voy, peshma. So'qmoq oladigan tim. Qaysini olay? Ya, Fukaboy. Nima bu? Sadiqqa. Elimi to'naydigansan, ha? Men ma do'konning ko'ni xaridoriga qarab. Men so'qmoq qilib, manda bettam so'qmoq apaqmoq tikamaman. Bu do'konga qanday solama buni men? Sen mushunda qilib dadamning 30 yillik obro'yini bir tiyindan qilmoqchiman. Sen o'zingcha dadamning kasbiga varis qilman degicha, berib umuchini chavam, ha? Taqiycha bunda do'konga. Gap o'z chiroylik deyishaylik. Zar nima bo'ldi? Men nimani chiroylik deyishdi? Mana yapaqma mana. Men yapaqma siz. Sadiqqa. Qat'iy xafa bo'lma. O'taq yana o'rgangachga ancha uqamay qolibdi. Buningdagi unda ish bo'lmaydi. Bo'ldi. Sadiqjon ve Alimga siz vaqo o'g'lingiz vaqo buningdan keyin qanday so'qmoq yasashni obda o'rgatib qo'ysangiz bo'laksiz. Bu nimanda bettam so'qmoq bu? Qanday do'konga solimman buni? Ya Alimga buningdan keyin vaqo so'qmoqni o'g'lingiz yasaydigan ish bo'lsa, bo'ldimi? Hamkorligim to'xtila bo'ldi. Sadiqqa. Sadiqqa to'xtatma. Sadiqqa. Qaysar aka, nimon chiqildi u adam? Bir qancha bo'lsa tog'amga telefon urib yuramdi. Bo'pti. Bu yaxshi o'g'li. Qarag'ani meros yaxshi qilamaga o'xshaydi. Bundan keyin so'qmoq yasag'anda suhbatga bekrak qilsam o'g'li. Bo'lmasa dadamning uzun yillik qantlari ajri mening qo'limda nabut olsin. O adam nima degan qor ko'ngil? Qaysarmi yaxshi qilmadi apa. U yasagan so'qmoqning ta'mi tog'amning yasaganiga o'xshamabdi. Tetib baqdim, rostkan. Qaysar bilib turib shundoq so'qmoqni setibdi. Xaridormi uning shundoq qilgandan xafa bo'lib qolgan gap. Oy shundoq bo'lsa-mu? So'qmoq yarmagan bo'lsa pulni qaytarib olsa bo'lmadimi? Atoyin akamga telefon qilib yurgan nemisi? Yurtga ketgan odamni. Shuni dang apa. Okul endi tugagandi qizim, ha? Hozir tugadi. Tushdan keyin 6 botligi bor. 6 butulka. Unda o'z kashda aram baka o'g'dakma. Yetirib ichim siqilib ketdi. Bir ay chiqqingiz kapitida Alimka, ha? Sirtqa chiqsangiz bo'lmaydi, doktorxona ichida aylaning. Men shu do'kondan ansirayotimadim, ha. Do'koningizdan ansirmang Alimka, salomatlik hammadan muhim. Yana bir necha kun chidab yeting, ha? Ha. Ma'qul. Yaxshi aram eling, hamsa men chiqdim. Ma'qul. Apa? Ha, bolam. Tamoq qo'ytamsa? Ha. Quvvat olsun deb sho'rib qaynatgandim. Bolam, ma tuzini tetib baqqini, Jasurchu meni bek tuzliq tamoq itsan deydi. Tam shunday yaxshi o'pdi. Tuzliq tamoqchi apa, oshqozoningizga yalliqga. Oy, senmi shu gapni qilyaptamsa? Mening aytgan tamoqim bor-ku, do'rdaklab quvvat bo'lib shifo qildijimi? Ay, ma bizning oiladagilarning sog'lom bo'lishining tökbkori men. Mushu tamoqlarni itib, hammamizni sog'lom beqilyapman. Voy, akamga qarab baqmamsa, shundoq sog'lom guz desab yurganini. Qara, o'zi yolg'iz yutib ketdi mana. Shundoq. Biroq mening ko'nglim shundoq bearam turdi degani. Tog'amni shuncha tez yig'ilib ketgan o'xshamamsa apa. Bilmedim. Xuddi bir ish bo'lgandek, mush ishimni birim tatlab turdi. Biray shub qolmagandi, ha? Bekli bearam turma.
Apam qachon deymiz? Hozir demsak, baribir bildi. Apam bu gaplarni anglasa, qanchalik ko'ngli yerim bo'lib ketadi. Bu chog'da bu zarbiga qandoq bardoshlik bera oladi ekan deyman. Sizlarcha buni amam kim bilsa yaxshiroq bo'lar. Parizat ota, o'zingiz ildamsiz ya? Yo'q, men deyamayman. Hozircha mushtaq turib tursin. Dadamning davolanish natijasini tex chiqmadi. Dadam qonara qocha. Ahvol yaxshilab qoldimi? Benim demektesiz. Hazır. Ne apamla oylasam ben ko'nglim yerim bo'ldi. Deydisem ensireyman. Demeydisem tehi. Qanday qilmiz hislar? Bo'ldi, men chiqay. Sizlar kelgan. Qaysar turibsan? O'tir. Ha, men do'konga chiqay aka. So'qma kasım sabam. Azra tamoq yapman, qarama, sen amroq tamoqdan kirdim. Bo'ldi aka, kim bilyapmiz? Men hozirroq chiqay. Ularga xo'sh. Bu qo'shamiz. Ma'lum sensen? Ma'lum qo'sha? Ha, inan lan. Ha, ne buldun lan? O tabak bakın lan. O, Polat. Inan. Ha. Dada? Qanday o'zinglar yaxshimi? Yaxshi. Hammamiz shu birga o'ltirgan to'xtada. To'xta. Dada, tuqqanlar yaxshi turibdimi? Yaxshi, yaxshi. Tuqqanlarmi yaxshi? Menmi bak xo'sh bo'ldim. O'zingiz-chi, kayfiyatingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Ko'nglingiz ichilib qoldimi? Olimka, qandoq? Yaxshi turdingizmi? Tağa yaxshi o'ynab kel. Shundoq taqa, yaxshi o'ynab keling, ha? Qaysarchi, Qaysar yo'qmi? Gap qilmaydi-ku bu. Qaysar akam bek yaxshi, tağa xotirjam bo'ling. Do'konning ishlari bilan bek aldirash. Qaysar yaxshi ishlayapti-dir ana. Shunda yaxshi ishlayapti. Tağa men sizni bek sevgindim. Dada, men sizni Ranada 2 kez ortiq sevgindim. Ben yegemni 3 kez sardım. Dada, men seni hammadan bek sevgindim. Sen de sevgindin-mi? Tağa, men hammadan bek sevgindim seni. Dada, men seni bek sevgindim. Menmi sevgindim? Dada? Dada? Dada, tezroq qaytib keling. Biz bek ko'ygimizga ketdik sizni. Bular dadam chaqirdi. Dada to'xta, Po'lat keldi. Olimka. Nerdeki tuqqanlarcha yaxshi turibdimi? Bizdan salom aytib qo'ying. Boshqa ishlarni o'ylamay yaxshi aromlab kelsingizlar bo'ldi. Dada. Ma'qul. Bo'ldi. Xo'sh. Xo'sh.
Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yetib keldik? Dukkan nobeychi? Ichingizda tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yesangiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, barg'ancha yashirsiz. Dilkan Nobeyjing. Qalğaç markalı sopun paraşugi. Vətim erkin çıxırıcı. Vay nemi ne? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşugi. Mən Dilkan Xalqara Soda Çəkiliş şirkəti tajdorligini olgan At Arzusu filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidu? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Aka. Teşekkür aka. Aka bunu ağaç gelgende bir köp ağamsız. Ben sana sokma kalma dedim mi? Yok. Ben fakat geldim aka. Bir körüp tespek ne? Bulamdı. Ben sokmak anmayım. Hem senin sokmakını mı xeridar satmayım. Ötken qitim ben hata qiptim aka. Uxlab qilib soqmoqning vaqtiga ta'sir yetkazib qo'yibdim. Men mush bir qitim kechiraytan. Bo'lamdi aka. Ya sen to'liq gap yo'rg'latmay. Akida soqmog'ingni. Akish degan bog'o bana izlamaydi. Gapingiz rost aka. To'g'ri deysiz. Lekin men mush bir qitim kechirsangiz aka bo'lamdi. Ma'qul deb bu ko'rpekmi aka? Ey, men soqmoq olmayman. Olmayman. Aka. Siz dadamning konu xeridori. Men sizda oldimasligim kerakdi. Ma'qul deb meni mush bir qaytib kechirsangiz bo'lmamda, bundagi hargiz naqsh bo'lmaydi aka, ma'qul dang-a? Sen gap tushunamsan, tushunmamsan. Men so'qmoq olmayman deyapman sana. Men so'qmoq lozim bo'lsa dadangni olima. Nimanda akatdisiz? Menga akita sen so'qmoq olmayman men. Menga sen akita so'qmoqni. Ne çıkıttım deyim hemen sokmak anmayım desin mi? Yaxshimsiz? Kilo var xaridor, kilo var. Oy. Oy. Olimka qanda? Ha, qanda. Havolangiz yaxshimi? Tez chiqma. Olimka sizni yurtga ketdi deb atqandi-ku. Shu, yurtga ketsamla bizning do'konning so'qmog'i sana yaramaydigan bo'lib qopti emasmi? Ha. Olimka, bu ish asli bundaq dedi ha. O'g'lingiz so'qmoq yasashni rost yaxshi o'rganamabdi. Endi men anda so'qmoqni do'konga solsam, ma sodiga ta'sir qilarmikin debchi aka. O gaping to'g'ri. Lekin aka, bizda o'tgan kuningni unutma degan gap bor. Sen mushunchalik ishqigacha oz jafo tortdingmi? To'g'ri aka. Endi sizning menga qilgan yordamlaringizni o'ylasam, bu umrimda hargiz unutib qolmayman aka. Endi kichik emasmi? Endi o'rganyotdi. O'zining inisdak odam bir navbat yo'l qo'yayotgan, ha? Bo'ldi aka, bo'ldi. Men bu tijorat yaxshi bo'lsin, mushu bolalar azroq savoq bo'lib qolsin deb mushunday qilgan aka. Ha, tushunaman. Siz xotirjam bo'ling aka. Xotirjam bo'ling. Ma'qul, Sodiqjon. Men qaytdim hamsa. Ma'qul aka, ma'qul. Ma'qul. Sadık aka. Dükkandaki soğumaklarının yerimini bana ötküsüp beri. Ben sana özlem setiş bereyim. Oy. Rasma? Rasfka. Sen bir işini kılıvatkan diken, obdan köngül bilip kılıfka. Soda dedigen, işenç hemmidin mühim orun turdu.
Rahmat aka. Gapingizni cho'qim esda tutaman. Bo'ldi. Bo'ldi, aka, bo'ldi. Ko'p rahmat. Yaxshi tirishqin. Ma'qul aka. Aka? Oy. Parvar. Oy. Sen yurtga ketganding-ku. Bu yer nima ish qilyapsan? Oy, texishing bemorlar kiyimi kiyyapsan-ku. Bu nima ish? Dadam qani? Voy kirsam yo'q, navbatchisidan chiqib ketgani ko'mabdi. Ham yo'q qirdim yo'q. Shuni qaragan sirtqa chiqib ketgan o'xshaydi. Nechun qitim telefon qildim olmadi. Bir ish oldu. Hey Yasin aka. Hey, dada. Sen nerede? Yasin aka. Sen nerede deyapman? Men bir havoga yigil chiqqandim. Nimishqa debmi qo'ymay chiqib ketdim? Hozirla qaytaman. Sen ne chiqadim dedim, tekshirish natijasi chiqmag'ich ishnaga bormag'in deb. Heyli ko'rishaylik. Sen bundoq degan bilan. Hey, dada? Bu Yasin akam nerede turib sana telefon qilyapti-du? Ha? Yurtga boramiz deb tuyuqsiz bir yer paydo bo'lib qolsang, sen zot nima ish qilyapsan aka? Mau Oy, nima eliqi? Oy, qachchidi gaqila? Ukam tekshirtyapman. Nima? Tekshirtyapman? Nimani? Men sana mijozim yo'q bo'lyapti dedim-ku. Yurtga chiqishdan burun Yasin akam bilan ikkimiz salomatlikni bir tekshirib o'tib, ondan mayli deyishgan. Men bormsam u odam bormaydi deyna. Shuni bilib borgandim. Voy aka, burroq mushundoq desang bo'lmamdi. Ha? Voy, mushunig'im yolg'on gap qilish ketamda. Yolg'on gap qilmadim. Shu Yasin akam bu ishni hech kimga demang ukam deganda. Shu men ketishdan burun Qaysarning ahvolini bir ko'rib boqay deb kelgandim. Qaysi doktorxonada tekshirtyapsizlar? Oyliqi danliq doktorxon bor-ku. Shu Heliqi danliq doktorxon deganingning ismi yo'qmi-ki? Bu doktorxon cho'yliq biz so'raverdik ekansan. Nadim bilay uni ismini. Voy aka, hayron qilib so'ramamdim. Yutqorman degan odam tuyuqsiz bir yer paydo bo'lib qolsang, ha? Uning ustiga ichingga bemorlar kiyim kiyib olsang, men ansirayman-da albatta. Shu sana shuni tushuntirib qo'ydim-ku. Zodi nima ish bo'ldi aka? Voy, hech qanday ish yo'q. Ey, ukam. Mening kelganimni vallahi dema, ha? Vallahi bu nima bo'pti? Buning sir tutqidek nima so'atdi? Ansirab qoldi shu. Men sen salomatligingga diqqat qilchimi? Ha, ma'qul. Ma gapni. Voy aka. Hey. Voy, soat qancha bo'ldi? Hozirgacha bog'oqni ekanmaydi-ku. Shundaymi? Malani yazdim hozirma, to'liqsiz sog'dashdim bu. Gulshanning yo'ldoshining ismi nima? Mayma qoldirib qo'y, Gulshan telefon urib so'raydi. Ben dur qo'yay. Malikayning uchi. Qo'yqon, qo'yamdir nima? Keldingmi opa? Bundoq odam o'ziga ketganlik bormi? Bundoq odam ko'z ilmamdi deyman. Adam, kalını. Mushundoq qanday qildi deyman. Bo'lganda o'zim burnimdan deb ketdim. Opa, men bo'ldim talada biraslar ushib qoldingmi ya? Voy bolam, nima ish bo'latdi? Shu tag'arning. Bo'ldi. Ishim demasdim. Voy, dadamga bir ish bo'ldimi? Dadamchi do'konda turdi. Nima? Do'konda? Hey, dadam doktorxonada turdi. Dadamning doktorxonada ekanligini sen qanday bilsan? Ha? Boya nima deding? Sen hozir dadam doktorxonada tursa deding-ku. Dadam sizlarga gap qilmay ketgan tursa, sen qanday bilsan? Ha, men shunda dedim-mi? Sizlar mendan bir nima yoshiryapsizlar? Hey. Sizlar zodi nima ish qilyapsizlar? Dadam doktorxonada davolanayotganda? Yo'q.
sizlar mendan bir ishni yushirayotgandek qilsizlar. Hey balam, sizlar akamni doktorxonada tekshirsanglar. Hey, mening achchig'im kelama? Voy, ichim yomonlik qilama? Voy, bu qanday qiliq bo'lib ketdi? Undoq emas, amma. Voy, bo'ldi qila. Sen shu dadangning balasi. Hey, mening shu uyda ortiqcha odam deb bilsizlar-ku, bir uyda turib men hech nimani bilmasam, ha? Bu odamni ko'zga ilmaganlik bo'ldi-ku. Ay, opa, amma, opa. Ne desem şunun işinden besme. Tata bu davalanish mezgilida xalqancha sirtlar chiqib yursan qandaq bo'ladi? Navadi yuqumliq qolsan qandaq qilmas? Ana qara, hammam bilan ushirish bekor ishni buzib yuribsan. Ay, Qaysarda ansirab bo'lmamda bola. Bu Qaysarning ishini o'zining mayliga qo'yib aytgan deb dedim. Hozir bu yerda Qaysar muhim emas dada. Sen bütün zihnini davalanish sarf qilsan bo'ladi. Biz o'ylamagan bir ishlar bo'lib ketib qolsa, biz qanday qilamiz? Chiqamiz, chiqsayat mı balam? Men seni davolayotgan doktor dada, bilayotamsan. Men minut sekundda qo'ldan bermay sen uchun tirishchilik qilyapman. Sen nima ish qilmaslashmaysan? Buni unda qilmay. Mening ko'rsatmam bo'yicha chiqmay, o'zim o'zimdan xohlagandek yursam, bu davolashning qilchilik unum bo'lmaydi. Navadi ihtiyotsizlikdan o'pgan yuqumliq qolsa, bütün tirishchiligimiz yo'qqa chiqadi. Bu chaqchaq qildiq ish emas. Balki sening hayoting bilan munosabatli cho'ng ish. Xapama, uqmoqdimi? Sen qandaqsi uqmaysan? Qandaqsi uqmaysan dada? Bo'ldi. Yetib aram etdi. Hazır kirib qon besimini o'lchab qo'ydi. Apam uyga kirib yetyapti. Bek nozukchimi? Abaydan Jasur bilan telefonlashgandim, uning shunda achchiq gapdi. Voy, shu Qaysardan ansirab bo'lmamdi-kan. Qaysardan ansirayotgan bu dadam. Jasurni o'ylabmi qo'ymagan. Onu 3 gün bir uyga qaytmay shu dadam davolashning g'imini yeyotsa, bunda qilyapsiz qanday bo'ldi deyman. Bo'ldi. Bu talashlar ishni qo'yib, aldilar hammomning achchig'ini yondirdigan ishni qilaylik. Hay, bundaq vaqtda tushundirish toza ahmaydi. Uningdan ko'ra biz opamning diqqatini boshqa ishga buraylik. Ma'qul. Siz degan bo'yicha yasab berman. Undan keyin yetkazib beraylik bularda. Qaysar, Rana, akanızın kiyimleri ötüp kam apır berip kelay. Hamam sor şunda da qo'yamsiz. Ha, ma'qul. Japa chekyapsiz juma yenge. Natkini sizlar japa chekdinglar. Amsi yaxshi ishlar-a? Xo'sh yenge. Toyning ishini mi? Hamma ish shularning degindek bo'ldi-ku. Hamma ishni o'zlari qilayotgandan keyin qilsin. Opa, shundaqdimi? Sen o'zingni qajursang bo'lmaydi-da. Sen ularning opasini o'rnida tursan, sen doim ularga men sizlarning opanglar deysan. Mushundaq cho'ng ishga kelganda o'zingni qajursang qanday bo'ldi? Xislatning yuragi azoblanmamda. Nima? Xislatma? Ash xislat azoblanadigan odammi? Voy opa, xislat hammani deb o'tirdigan odam emas. U angs cho'qim azoblandi. Uning ustiga bu degan to'y ish tursa, bir umrlik muhim ish tursa. Ular to'y qilib bo'lgandan keyin nada turar? Tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab, jiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simosini qavatli seg'inib ketaman.